Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 11-yanvar. Hozirgi video efirimiz qo'ylarga bag'ishlanadi. Hurmatli kanalimiz ishtirokchilari, qo'ylarni boqish juda qiyin, juda og'ir jarayon hisoblanadi. Ayniqsa yangi boqadiganlar uchun qo'y boqishdan qiyini yo'q. Qo'yni o'lishiga chidasang boq, molni yeyishiga chidasang boq deyishgan xalqimiz. Ayniqsa yangi boquvchilar qo'y boqishda qiynaladilar. Eskitdan boqib yurgan odamlar esa ko'p sir-sinoatlarni aytmaydilar. Chunki qo'y boqishda har bir odam yangi qo'y boquvchi inson o'zida demak qo'y boqishni, sog'lom boqishni, yaxshi semirtirib boqishni o'zi demak hayoti tarzida o'rgansa butunlay esdan chiqmaydigan bo'ladi. Lekin hozirgi bugungi videomiz esa yangi qo'y boquvchilarga bag'ishlanadi. Yangi qo'y boquvchilar uchun xotirjamroq boqish, turli xil kasalliklardan xoliroq boqish uchun va yaxshi semirtirish uchun juda ko'p qo'ylarda uchraydigan kasalliklar va muammolarni oldini olishda eng yaxshi ekstrakt preparatlardan biri bo'lgan tabiiy preparat, Germaniya mahsuloti bo'lgan bir preparat haqida aytib o'tmoqchiman. Bu preparat reklama o'rnida qabul qilmang, chunki bu preparatni reklama qilish maqsad emas. Bu preparatni men o'zim shaxsan qo'llab ko'rganimdan so'ng keyin demak sizga tavsiya qilyapman. Men buni 2 yil davomida sinab ko'rdim va demak tavsiya qilyapman sinab ko'rib. Mana e'tibor beramiz o'sha ekstraktga. Arego Plus preparat. Novavet firma tomonidan chiqarilgan Germaniya mahsuloti. 250 ml flakonlarda germetik qattiq yopilgan qopqoqlarda chiqadi. Mana shu preparat. Bu preparat shunday preparatki, to'rtta o'simlikdan, tabiiy o'simlikdan tayyorlangan ekstrakt bu. Ya'ni konsentrirlangan ekstrakt. Konsentrirlangan. Mana shu preparat haqida aytib o'tmoqchiman. Bu preparat tarkibida birinchi o'simlik bu oregano o'simligi hisoblanadi. Ruslar dushitsa deb ataydi, o'zbeklar esa buni jambil deb ataydi. Jambil o'simligi bu shifobaxsh o'simlik hisoblanib, Arego Plus tarkibida jambil o'simligi ekstrakti bor. Jambil o'simligi qo'ylarda oshqozon shirasini oshirib beradi, o't suyuqligi shirasini oshirib beradi, oshqozon va ichak mikroflorasini yaxshilab beradi. Qo'ylarda ishtahani ochib yuboradi. Ikkinchi bir preparat bu uning tarkibidagi asosiy preparat, ya'ni o'simliklardan biri bu anis o'simligi hisoblanadi. Anis ekstrakti. Bu antioksidant, antiseptik mahsulot hisoblanib, uni ekstrakti bu moddaga qo'shilgan. U qo'yda organizmiga tushganda qo'ylarda oshqozon, ichaklardagi turli xil shamollashlarni oldini oladi va bakteriyalarga qarshi samarali kurashadi. Uchinchi bir tarkibidagi ekstrakt, ya'ni o'simlik ekstrakti bu choy daraxti bor. Choy daraxti tabiiy antioksidant. JKTni yaxshilab beradi, oshqozon hazm sistemasini yaxshilab beradi, mikrofloradagi patogen mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega, ichaklarga tushgan mikroblarni o'ldirib beradi, tanani yoshartirib beradi. Ya shu bilan birgalikda bu shamollashni oldini oladi. Va to'rtinchi demak preparatimiz bu zira, ya'ni qora zira ekstrakti bor. Qora zira ekstrakti qo'shilgan bunga. Bu ekstraktni
ekstrakt qo'shilganligi bunga juda katta polza, ya'ni yordam beradi. Ya'ni qo'ylardagi ichaklardagi turli xil demak parazitlarni osonlikcha quvib chiqarish xususiyatiga ega. Ichak mikroflorasini yaxshilab beradi. Oshqozon mikroflorasini yaxshilab beradi. Immunitetni ko'tarib beradi va xotirjamlik hissini beradi. Chunki uni tarkibida alkaloidlar bo'lib, bu alkaloidlar qo'yga xotirjamlik beradi. Turli xil stresslardan osonlikcha chiqib ketishni yoki bo'lmasam turli xil stresslarga tushmaslikka sabab bo'ladi. Siz ham sanab ko'ring bu preparatni. Ariga Plus preparati. Bu preparatni dastlab berilganda 10 litrga 1 millilitr miqdorida ishlatasiz. 10 litrga 1 gram miqdorida, 1 millilitr miqdorida ishlatasiz. 5 kun ketma-ket berasiz. Keyin haftada bir marta berasiz. Salomat bo'ling. Foydasini biz mana bu siz foydasini bilsangiz, mana bu izohlarda qoldirishingizni istayman. Izohlarda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bering, marhamat, javob berib o'tishga harakat qilaman. Salomat bo'ling.